Qo'qon davlat universiteti tashabbusi bilan Qo'qon shahrining 68 ta mahallasida istiqomat qiluvchi yoshlarni sportga keng jalb etish, ularning yozgi ta'tilini mazmunli tashkil etish hamda sog'lom turmush tarzini ommalashtirish maqsadida tashkil etilgan yozgi sport musobaqalariga start berildi. Dolzarb 90 kun dasturi doirasida o'tkazilayotgan mazkur musobaqalar yoshlarning bo'sh vaqtini samarali tashkil etish, ularning jismoniy faolligini oshirish hamda mahallalarda sog'lom raqobat muhitini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Musobaqalarning ochilish marosimida Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov, Qo'qon davlat universiteti rektori Dilnoza Xo'jayeva, shahar mutasaddilari, sport sohasi vakillari, mahalla faollari hamda ko'plab yoshlar ishtirok etdi. Ta'kidlanganidek, sport nafaqat jismoniy chiniqish, balki yoshlar o'rtasida do'stlik, hamjihatlik, iroda va intizom kabi fazilatlarni shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois mazkur musobaqalar yoshlarning sportga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish, iqtidorli sportchilarni aniqlash hamda ularni kelgusidagi yirik musobaqalarga tayyorlashga ham xizmat qiladi. Bugun mana Qo'qon davlat universiteti Qo'qondagi o'sha 68 ta mahallalarda bo'ladigan bo'lsa, biz bu yerda 9 ta bevosita mana shu turnirlarni biz jalb qildik. Qolaversa 68 ta mahallada har bir o'sha 9 ta sport turi bo'yicha bevosita mana shu joylarda sport musobaqalarini o'tkaziladi. Biz bu musobaqada qatnashgan faol yoshlarimizga esdalik sovg'alari, tashakkurnomalar, qolaversa barcha biz qilinayotgan ishlarni qo'llab-quvvatlagan holda, qolaversa mana shu Qo'qon davlat universiteti rektori Dilnoza Shavkatovna ham o'z mana shu talabalarimizga, qolaversa yoshlarimizga kattadan katta zafarlar tiladi. Qolaversa uyushmagan yoshlarimizni sog'lom turmush tarziga yo'llagan bo'lamiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, bunday tadbirlarni qanchalik ko'p o'tkazadigan bo'lsak, shuncha yutuqlarimiz, qolaversa sportga bo'lgan musobaqalarimizda ishtirok etishlari jahonda mana katta arenalarda qatnashishi juda ham katta bir baxt deb o'ylaymiz. Sport festivali doirasidagi ilk musobaqalardan biri bo'lgan workout bahslari ham yuqori saviyada tashkil etildi. Qo'qon shahar yoshlar bog'ida o'tkazilgan musobaqada shaharning 68 ta mahallasidan 156 nafar yosh ishtirok etib, o'zining jismoniy tayyorgarligi, kuchi, chidamliligi va mahoratini namoyish etdi. Musobaqa yakunlariga ko'ra, Bo'ston mahalla fuqarolari yig'inidan ishtirok etgan Rahmatullo Rahimov faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritib, g'olib deb topildi. Yozgi sport festivali doirasidagi bahslar endilikda boshqa sport turlari bo'yicha ham davom etadi. Jumladan, ishtirokchilar shaxmat va shashka, voleybol, kibersport, basketbol, arm wrestling, regbol 7, stol tennisi hamda yengil atletika yo'nalishlarida o'zaro kuch sinashadi.